Abi assalomu alaykum. Gap yo'q, bitta like bosib qo'y akani mehnatlariga. Temir zavod, armatura, ugolniy zavod sotilyapti. Voy, mana armatura, temir qanaqa ishlab chiqarilarkan. Shuni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Bu yoqda liniyaga tiqilsa, baji uzunlashib, qarab turing, armatura bo'lib chiqib kelyapti. Voy, mana tayyor suyuqqina armatura. O't quritadigan, sovutadigan joyiga. Mana bu yerda tayyor qilib kesib, mana tayyor armatura mahsuloti bo'lib chiqib kelyapti. Mana shu tayyor ishlab chiqarish zavodi Rochniga sotilyapti. Katta temirchi bo'lib ketarkansiz-da. Havoda sizni qurilish kompaniyalaringiz bo'lsa, kimdandir mana shu armatura, ugolniklarni sotayotgan bo'lsangiz, o'zingizni zavodingizda endi ishlab chiqarsangiz bo'ladi. 2 gektarli yer peri bilan, mana shu binolari bilan, istanoklari bilan sotilyapti. Lekin jarayonni ko'rib maza qildim-da, qarang. Bu temirni shu eritib, yumshatib, stanok liniyaga tiqib olar ekan, u armatura olib chiqargan. Hozircha bu pechga ko'mirda ishlayapti. Mana shu ko'mirda ishlaydigan texnologiya qilish kerak ekan va bahordan gazda ishlatsangiz ham bo'lar ekan. Gazga ham ruxsatnomalar, hamma narsa bor ekan. Temirni quyib turib, mana shunaqa tayyor xomashyo sifatida qilib beradigan liniyalargacha bor ekan. Mana bu narsani yana mutaxassis yo'qligiga o'ziga hozircha tayyor temirni yumshatib armatura qilishayotgan ekan. Shu kecha kunduz o'zida yarim stavka ishlayotganning o'zida, hamma liniya ishlamayotganning o'zida $7000 kunlik o'rtacha daromad qilar ekan, toza daromad. Endi fokusni bir joyga qaratamiz, bu joy ishlatamiz deb oluvdik, vaqt yetmayapti deb sotib yuborishyapti ekan. Katta ob'yem tiqvorsiz, o'shaning nerealniy oylik dohod siz bo'lar ekan. Stanoklar narxini aytib o'tib ketaman. Agar siz o'zingiz sotib olib kelaman desangiz, bular ham yangi ekan. Mana ham ishlamagan stanok ekan. Nechidir tonna ishlatganmiz dedilar. Ichkaridinglar umumiy taxminan 100 tonnacha chiqarganmiz dedilar. Ya'ni 1 yil ham bo'lmagan ekan bu zavodga. 1.300.000 ga berib yuborilyapti. O'zingizdan qurib, sotib olib, stanoklarni olib kelsangiz 2 milliondan oshib ketadigan joyi tayyor ishlab turgan klient bazalari bilan 1.300.000 ga berib yuborilyapti. Undan tashqari, sal nariyoqda hali ishlamagan kattani ugolniklar ishlab chiqaradigan stanok ham bor ekan. Avvalo qanchadir pulingiz yetmay qolsa, qolgan qismini bo'libroq to'lashga ham qilib berishlari mumkin ekan. Hozir bitta like bosib qo'yingda, katta qurilish bilan shug'ullanadigan temirchi tanishlaringiz bor-ku, o'shalarga tarqatib qo'ying. Farg'ona viloyati Rishton tumanida ekan. Hozir biz Rishtondamiz. O'zi ko'pchilik bilar ekan, RMZ deylar ekan, Rishton metal zavodi. Shuna kirganingizda ofis zdaniyalarigacha, переговор qiladigan joylarigacha tayyor. Katta yo'l bor-ku, o'sha yo'lga ham juda yaqin joy. Ichkari joy emas ekan. Eng qizig'i shu biznesmen akalar yaxshi bilishadi. Juda ko'p soha qilib tashlasa ham fokus bitta joyga qaratish uchungina sotishayotgan ekan. Kimgadir ishoning, shu joylar qiziq. Aloqaga chiqingda, bitta переговор qilib, ko'zingiz bilan ko'rib, gaplashib, temir zavodli bo'lsangiz bo'ladi.